أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل قال وتبطل الشفعة بموت الشفيع وتسليمه الكل أو البعض. Bu faslda Musannif rahmetullahi aleyh şüf'aninki bika olup ketilgan ahvallarını bayan kılıyotudu. Qanday ahvalda şüf'a bika olup ketidi? Şüf'a isbotlandı. Isbotlangandan keyin bika olup ketib qolgan ahvallar. Yuqorida ba'zi ahvallarni bayon qilgandik. Lekin hozir yana ba'zi ahvallarni bayon qilmoqchi. Şüf'a isbotlangandan keyin shepi o'lib ketib qolsa, qachon o'lib ketib qolsa, shepi masalan qozining oldida da'vo qilib, qozi uyini shepiga buyruq bergandan kim bo'lsa, bika olib ketmaydi. Qozining oldiga berishdan burun talabul muhasaba, talabul taqrir yoki talabul ishhadni qo'yib, qozi hukm qilgan qadar o'lib ketib qolsa, shepilik haqqi bika olib ketdi. Biz buni yuqorida bir qatim deb o'tgan. Meros qolmaydi deb. Ve teslimihi el-kulla ev-l-ba'd. Teslimihi, yani teslimi şüf'a. Ben shepilikdan voz kechdim. Shepilik talab qilmayman deb tanozul qilganligini ifodalasa, shepilik haqqi bika bo'ldi. El-kulla, uyning hammani olmayman bo'ldi. Ev-l-ba'd yoki uyning yerimini olmayman, yerimini olaman. Bir eg'iz uyni olaman, başqa eg'iz uylarni olmayman degandek ashuna ifoda bildirsimi, hammani olmayman degan bilan o'xshash. Yani teslimil kulla vel ba'd degan tanazara an şif'ati an kullil mabi' ev ba'dihi demek. Ve bi sulhihi an şif'ati bi'wadin. Yani shepilik haqqidan tanazul qilish uchun haq ilib sulhilashib tanazul qilgan bo'lsa. Masalan, u kishi uyni satgan chaqda bu shepi haqqini talab qilmadi. Talabul muhasaba qilgan chaqda sizga azroq pul beray, shepilik haqqidan voz kechsizlar ma'qul deb. Ash pulni olgan bo'lsa, bu chaqda shepilik haqqi bika bo'lib ketadi. U pulni qaytarish lozim bizga. Pul olsa bo'lmaydi. Va bi bay'il mashfu'i bihi. Yana shepi o'zining uyini, ash uy sababidan shepi kelgan-ku, qo'shnining uyiga. O'zining shu kishining shepi qildigan uyini qozi hukm qilishdan burun setib qolsa, shepilik haqqi qozi hukm qilgan chaqda u kishi bo'lmasa, shepilik haqqi bika bo'lib ketadi. Biz buni bir qitim deb o'tdik. Va bi daman daraki anil ba'i. Yana bay' degan shu qo'shnisi yoki sheriki. Shefi qilgan kishi sotqichining shu savdosida qanday chataq chiqib qolsa, men ega deb zamin bo'lgan bo'lsa, bo'rin deysan-ku. Bo'rin bo'lgan bo'lsa, yani bo'rin degan shu damin. Qanzuchiga bo'rin degan. Savdo qilsa, bizning savdo bo'lgandan keyin, savdodan keyin huququl aqd deydigan bir narsa kelib chiqdi. Yani bu savdo bir kashil chiqdi. U uyning boshqa yerdan bir egisi chiqib qoldi. Uni qaytaradigan, davolashadigan bir avarchilik chiqib qolsa, aslida boshqa biraylar men ega deyish lozim. Lekin hozir shepi bu qo'shni olgandan bu men ega musavdo chataq chiqsa, men ega deb qo'shnisi sherikiga nisbatan bu zamin bo'libdi. Yani bu nima deganlik? Mush uyni setib olsangiz, e'tirozim yo'q, musavdo pisi mayli degan gap. Yani mushuning bilan nima bo'ldi? Shepilik haqqi bika bo'lib ketdi. Wa bi musawamatihi al-mushtariya bay'an va ijaratan. Yana uyni setib olgan yot kishi bilan sizlar setib olgan mening uyimning yendiki uyni satamla, ma'lay yoki shu uyni ijaraga berasizmi o'tiray deb so'dilishib ya to'xtamlash tayyorlik qilsa, shepilik haqqi bika olib ketib qoldi. Darak degan mas'uliyat yoki aqli yetishilish degan gap. Daman degan keyin aqdan kelib qolgan bir avarchilikqa egalash degan. Buni tafsili bayon qilamiz hozir. Ma'u muxtorninki iborasi shunami bir necha turlik ahvollarni bayon qildi. Yani shepilik haqqi isbotlangandan keyin
nim bilan tushib ketdi bu shepilik haqqi desa, biz yuqorida deb o'tdik. Talabul muhasaba qilmay qolsa, tamam? Talabul muhasaba qilmasa, lekin talabul ishatni ixtiyoriy dedik. Ondan talab al-husuma qilmasa, qilmay tanazul qilib qolsa dedi. Talabul husumani abadiy dedik. Miya degani shepilik haqqidan tanazul qilsa yoki bir qismidan tanazul qilib, yerimini olmay, yerimini olmayman desam, shepilik haqqi tushib ketadi dedi. Shepining o'lib ketishi bilan shepilik haqqi tushib ketadi. Qachon mushtari o'zligidan topshirib berishdan burun yoki qozi hukm qilishdan burun shu chaqda o'lib ketib qolsa, shepilik haqqi bekor bo'ldi. Chunki shepilik haqqi buning miras qolmaydi deymiz. Yana shepilik haqqini butunlay bekor qilib qolsangiz, abtaltu shuf'a, tanazaltu an ash-shuf'a deydigan gapni qilib qolsa, bu o'z haqqidan tanazul qilishildi. Maktabda dedi, pul olib shepilik haqqidan tanazul qilib qolsa, shepilik haqqi bekor bo'ldi. Bu pul elishimi xato bo'ldi, pulni qaytarish lozim. Jumhur ulamoning qarashida. Daman darak nima degan gap? Ad-darak degan oqidan yetishi, qo'g'lab yetishi emasmi? Adraktu fulan, adrakani fulan yoki tutib undan bir narsa talab qilish, so'roq qilatish degandek so'zlar. Musa alayhisalomning qissasida unda Qur'on Karimda bor. La takhafu darakan va la takhsha, ya'ni Fir'avn va uning askarlari sen oqingdan yetishib olib, sen tutilishdan ansiramaysa. Damanu daraki, ya'ni bu mazhabda bir ahvol bilan xos. Masalan, damanul uhda dediq-ku. Damanul uhda, al-uhda alay degan so'zmi chiqdi. Al-uhda degan butun ashunda kelib chiqadigan avarchilikdan mana mas'ul degan mas'uliyatni ustiga olish. Ma'o damanul darak degan mushu setilgan uyning ya zaminning bir yerdan egisi chiqib qolsa, satquchidan boshqa birisi men ega bo'laman, egisiman deb egisi chiqib qolsa, shu chaqda mas'uliyatga ega bo'lash degan. Ya'ni bu mazhabning qarshida. Bu chaqda egisi chiqib qolsa qanday qiladi? Mushtari uyni egisi qaytarish lozim. Bai' pulni qaytarish lozim da mushtariga. Endi bai' qaytarmasa men ega pulni men beraman. Maydonga tushgan, mayda qaqqan. Ammo jumhur ulamolarning nazarida mushu turni shu damanul ahda shu qatori kirgizdi. Masalan, istihqoqil mabi olsun, uyning egisi qolgan bo'lsin, yoki ayb chiqib qoldi, yo nuqson bo'lib qoldi, har turli kashil chiqib qolsa, bu damanul ahda deb ataydi. Ya'ni bu mazhabda damanul darak degan damanul ahdaning ayrim bir qismiga qo'ygan ism. İstihqaqil mabi' bo'lgan ahvolda birisi menga pulni mendan olsa, egisi qolsa desa, bu damoni darak deymiz. Jumhur ulamolar shu damoni darak, ya'ni bu mazhabdagi damoni darak, mushani bu mazhabda va jumhur ulamolar shu to'g'ri damon bo'ladi. Mushunda damon qilsa hisob bo'ladi, kuchga ega deb qaraydi. Va bi damoni daraki anil bai' degani aslida uyning egisi qolsa, uyni sotqichi o'zi to'laydi. Tamam? Masalan, meni qo'shnim Amitaxon uyni sotdi. Mushtari sotdimi? Aslida endi pulni o'shadan olgan ekan, uyni sotdim deb. Keyin Samitaxon kelib, "Buni ham bu sen sotib tursa" deb da'vo qilsa, Amitaxon qanday qildi? Anida olgan pulni mushtariga qaytarib berdi. Mushtari uyni Samitaxon qaytarib berish lozim. Asli qoidami shu. Qaytarib bermasa, qozi xonim shunda hukm qilib qaytaribdi. Endi Shafiy men qanday qilganman? Ya mush qo'shnim sizlar damin bo'lib paslar. Yoki mushtari taz xotirjam bo'lmay, buni keyin egisi chiqib qolsa, bu da'vo ditdi, butun merosxo'rni o'tirib taqsim qilmoq o'tdi taqa. Boshqa merosxo'rlar aksiya inskobab bizning haqqimiz va meni o'yam deb turilishi mumkin bundan keyin. Meni avara qildi deb Shafiydan talab qilishi mumkin. Masalan, mendan talab qildi. Sizlar damin bo'lib paslar. Ki egisi chiqib qolsa, pulni men beraman desa, olma bu o'yna. Bo'lmasa men olmayman. Keyin chatq chiqadi dedi. Desa, men ma'qul men ega deb zamin bo'ldim. Ama bunda zamin bo'lsam, men shepilik haqqini isqot qilishga rozi degan gap.
Öyünü sizlar asla çatak çıkmaz. Ben ne geldi geldim ha? Ben razı şebile yakın talep kılmayman sizler diye asla. Sizler mi soğudun asla mı soğudun tekama pişirde puhtulap kıpırmaya deyin gel. Bundan kim şu Şafii adındaydı o? İnistuhiqqad daru fe ana damin. Başka igiz çıqqasa muş hoşlanmanın öyünün başka yerden bir igiz çıkıp öyünü dava kılıp duruvasam men egaman ha. O çağda igiz çıqqas qanday oldu? Pulni muş Şafii төлeydi o. Öyünü sattığı adamın ornida turib. Yok, ziyan selişamaz. Bu müşteri ensirab qilib talab qiladi buni. O'zining haqqini qo'llab qilish uchun. Agar bunda davom qilmasa, keyin bu savdosi buzilib ketadi. Bayramning o'rnida mas'uliyat ustun kelishlik yapaysa, narsasi oladi. Shunday. Ya bu savdo bo'lsin, bayon o'rnida chatoqchisi men ega degan ekan, bu savdoning bo'lash tarafdori bo'ldi. Bu savdoning qo'llab-quvvatladi. Shebilaga haqqa shundan chiqib ketdi demakchi. Tafsili bayon qilsak, amma butlanuha bil mauti falianna mulkahu zal bil maut. Shepi o'lib ketib qolsa, qazo xunum sud hukmini chiqarishdan burun yoki mushtari o'zligidan uyini topshirib berib, shepi elishdan burun o'lib ketib qolsa, mirosxo'rlarning shepiga haq talab qilish sharti yo'q. Nima uchun? Chunki uning mulki o'lash bilan oxirlashdi. Bir odam o'lsa, hadisda deydigo, "İza mat ibn adam inqata'a amalu illa an salat." Nonki bu dunyodagi mulki hamma narsani qo'yib, boshqa bir dunyoga ketadi. Bu yerdagi mol-mulki va kazalar uning emas hozir. Ham asqatmaydi. Wan taqala ilal varis. An buning qoldirib ketgan mol-mulkinki igidachiligi mirosxo'rlarga yetkiladi. Ve ba'da thubuti lil varisi amda mirosxo'rga yetkilib mirosxo'rning mulki bo'lib isbotlangandan keyin lam yujad ba undan keyin so degan narsa bo'lmadi. Unda ilgari bo'lgan. Lekin dadasining mulki chaqdi bo'lgan. Endi bu mirosxo'rlarga yetkilgandan keyin so'da bo'ldimi? Undan keyin so'da bo'lib boqmadi. Fala yathbutu lahu haqqu shufa. Shunga mirosxo'rlarga shebilaga haqqi isbotlanmaydi. İmam Şafii isbatlandaydı. Vel muradu iza mata ba'dal bay'i qabla'l qada'i biş-şif'a. Yani bu yerda maqsad qilinigini qo'shnisi yoki sheriki mushtariga shu zaminni setayotgandan keyin bu talabul muvataba va talabut taqrir qilib bo'lgandan keyin qozoqning hukm qilishdan burun o'lib ketib qolsa yoki mushtari o'z roziligi bilan uyini topshirib berishdan burun o'lib ketib qolsa shepilik haqqi bekor oldi demakchi. Amma idamata ba'dal qada'i amma shepi talabul muvataba va talabut taqrirni qilib bo'lib, undan keyin qozining oldidami talabul husuma va tamalluk qilgandan keyin qozi hukm qilib bo'ldi. Shepi senkansa, sen olaso'yni deb hukm qilib bo'lgandan keyin o'lib ketsa, lazima. Bu chaqda shepilik haqqi isbotlanib ketadi. Bu chaqda bekor ketmaydi. وانتقلت إلى ورثته. Yani shepilik haqqi isbotlanib va shu narsani mush kishining mulkiga o'tgan hisobda sud hukm qilgandan keyin shepilik bo'yicha bu uyga ega bo'lgandan keyin o'lib ketgan bo'lg'achqa bu o'lib ketgan kishining mulki bir uy edi. Bu uyni qoldirib ketdi. Bu uy kimning haqqida? Mirosxo'rlarning haqqida. Undan keyin bu uy bizning deydi. Eğer topshirmagan bo'lsa, mushtari bizning uyimizni baslab dadamning qolgan uyini deydi. Va lazimahumus saman va uning pulini bermagan ahvolda pulini berib o'tish lozim. Ma'lumda ba'dal qado degani mishada pulni to'lashdan burun o'lib ketgan bo'lsa demakchi. Pulni to'lab bo'lgandan keyin albatta pulni to'lamagan bo'lsa-mu, hukm qilib bo'lgan bo'lsa, qazoxunim u chaqda uyni qo'lga topshirib oldi, lekin pulni bermagan bo'lsa-mu, bu mirosxo'rlarning haqqi bo'lib ketdi. U chaq pulni bermagan bo'lsa, berib o'tdi. Va amma taslimuhul kulla hamda shepi mushu uyning bir qismini olmayman, hammani olmayman deb shepilik haqqidan tanozul qilsa, shepilik haqqi bekor bo'lib ketdi dedik. Nima uchun? Fali annahu sarihun fil isqat. Chunki bu aniq o'zining haqqidan tanozul qildi. Haq egisi o'zining haqqidan tanozul qilsa bo'ladi.
Mesela pul adam bo'ldi, pulni olmayman, tanozul qildim deganga o'xshash. Qisas egisi, qisas olmayman deb apu qilayotgandek. Va ammal ba'du hamda bir qismi masalasi kelsak, va ammal ba'da desak bo'ldi. Bir qismiga shepi bo'lashdan tanozul qilibdi. Mesela yerimi deylar. Pulum hammaga yetmaydi. Men yerimini olaman, yerimini olmayman degan bo'lsa, yana la shepilik haqqi beka olib ketadi. Nima uchun? Fali anna haqqa shif'ati la yatajazza'u thubutan. Chunki shepilik haqqi isbotlanishda parchalanmaydi. Mushu o'yining shepilik haqqi falandimi emasmi deymiz. Bir qismida falan shepi, bir qismida falan shepi emas demaymiz deydi. Li'annahu yamlikuhu kama malakahul mushtari. Chunki bu shepilik haqqi bilan uyni qo'liga olgan ahvolda qanday bo'ldi bu egalsa, mushtari qanday bo'lsa shunday bo'libdi. Qaysi bahada sotib olgan bo'lsa, shu bahada sotib olgan bo'libdi. Wal mushtari la yamlikul ba'd. Mushtari taqbuning yerimini olib qo'yolmadi. Yerimiga ega bo'lolmaydi. Li'annahu tafriqus safaqa. Chunki bu sodini parchalatishdan iborat. Sodini parchalatsa bir ziyon kelib chiqadi dedik. Bu hamda shunda parchalatsa ziyon bo'ladigan narsalar emas. Bir yurish o'yini parchalab qo'ysa kashil chiqadi. Lekin ikki yurish o'ylab qolsa, bir yurish olaman desa bo'ldi. Ikki shaq qilib qolsa birini olaman desa bo'ldi. Fala yatajazza'u isqatan. Thubut jihatdan parchalanmagan ekan, shuritish, ya'ni shepilik haqidan tanozul qilish jihatdanmi parchalanmaydi. Fayakunu zikru ba'dihi ka zikri kulli. Nima ekan? Bir qismidan tanozul qilma degani, hammadan tanozul qilma degan bilan o'xshash. Bu Hanifi mazhabining qarshi boshqa mazhablarda tanozul qilgan qismidan shepilik haqqi bekor bo'lib ketadi deydi. Va amma sulhu anha, shepilik haqqidan voz kechish uchun pul olib so'zlashgan bo'lsa, shepilik haqqi bekor bo'lib ketadi dedik. Nima uchun? Li'anna shufata haqqut tamalluk. Chunki shepilik degan ega bo'lish haqqi. Shu uyga shepilik sababidan ega bo'la oladigan haqdan iborat. Mush haq hozir shepining qo'lidagi bir haq. Uningga pulosi bo'lmaydi. Undan usuli beka. Walaysa haqqan mutaqarriran. Bu bir o'rni bor, o'zining qo'lidagi bir mulk, bundan narsa emas bu. Haq mutaqarrir degan ma'lum bir moddiy o'rni bor haq emas. Masalan, ma qalam bilan deyalamizga, ma uy bilan deb. Uning bir mahal, bir o'rni bor. Lekin bu ma'naviy narsa, ma'naviy haq huquqdan iborat. Bu uning mulki emas. Fala yasihhu li'tiyadu anhu. Shunga uning badaliga bir narsa olsa bo'lmaydi. Yana bir tarafdan olib aytsak, shepilik haqqi degan aslida nima uchun yo'l qo'yilgan? Li daf'id darar. Shunga pul olish bilan bu masala bo'lmaydi. Ya'ni pul olgan taqdirda makinandan kelib qo'shnisi tutak, chang to'zang, gup-guppangda qarang-churang qilib aziyat berishi to'g'ri gap. Ma'qul sulhilashib tashında. Biz to'g'ri bo'lmaydi desak, shariatning hukmini bilmay yoki qasdan sulh tuziverdi. Sulh tuzini bo'lmoqchi. Bu sulh batil. Bu sulh batil bo'lib ketadi. Hem shepilik haqqimi bekor bo'lib ketadi. Undan nesh pul olgan bo'lsa, shu pulni is qaytarish lozim. Hem shepilik haqqimi qo'ldan ketdi. Bu sulhlish orqali bu shu o'yning mushtariga o'tib ketishga rozi bo'lgan-ku. Razı olan tarafı o qonunluq dedik, onun e'tirof qildik, pul elishini to'g'ri topmadik, uni bekor qilib o'tib, pulni qaytib deymiz. Ma'lumda shepilik haqqidan tanozul qilish uchun pul elib so'zlashdi dedik, tamam? Agar shepilik haqqimni sotaman desa, men shepim olgan. Shepilik haqqimni birsi sotaman deb satsa, shepilik haqqi bekor bo'lib ketadi. Bu chaqda pul asimi bo'lmaydi, pulni qaytarish lozim. Çünkü beya degan temlik ma'lum bir mal. Ama bu haqqı şifa degan mal emas. Undan keyin bu nima deb iborat desa, men shepilik haqqimni bekor qilib o'taman degandan majoz bo'lgandek bir ahvol. Undan keyin shepilik haqqini tanozul qilish uchun sulhilashib, uning qarshiligida pul olsin yoki shepilik haqqini sotdim deb mushtariga sotamdi bo'lmasa, kimga sotdim deb uning pul olsa bekor. Har ikki ahvolda shepilik haqqi bekor bo'lib ketadi, isqoti shifa bo'ldi va olgan pulni qaytarishi lozim bo'ldi. Kal innin
إذا قال لامرأته اختاري ترك الفسخ بألف. العنين bu tanasül azaları batırıqlıq cima qılamaydigan kişi. Bunun şeriatda ahkamları var. Ma'lum muddat möhlet verib saqiyib qilishini saqlaydi. Uningdan ahvol qaraymiz deydigan ahkamlar bor. Yani arayal billi bulanmaydi. Ba'zi bir kasallik sababidan, psixik jihatdan, har turli sabablardan ayoliga yaqin kelinmaydigan odam. Ayoli ham shikoyat qildigan, urushib qoldigan, uy tutmaydigan ahvolda bo'ldi emasmi bu? Uzun davomlashsa. Davom ekan, mush kishi o'zining ayoliga fasx degan fasxin nikah. Bu bunda ojiz holat davomlashsa nikahni bekor qilib tutdik. Ha? Nikahni bekor qilamiz. Masalan, 1 yillik muhlat turamdik. Ya bir fasl ya 2 fasl 6 oy muhlat turamdik. Ana bir muhlatni bekitgandan keyin, yani bunun ojizligi davomlashsa, ayol ziyon uchrab ketganlik jihatdan nikahni fasx qilib tutdik. Nikahni fasx qilmaydi, sizga manchi pul beray, men bilan uy tutib meni beraman. Xatanizdan olmandan degandek. Az bu xatlash talaq qilmaydi, lekin qazo xonim nikahni bekor qilib, fasx qilib hukm qildi. Siz o'sha nikahni bekor qildimmi? Men sizga pul beray, men bilan uy tutib davomlashing debdi. Bir alf mingga masalan, ya $1000 deymiz, ya $1000 deymiz masalan. Bu ahvolda aşı ayol aslida nikahni buzib ayrilish haqqi bormi yo'qmi? Bordi. Ash haqqidan tanozul qilish uchun pul oldi. Sulh bi'avad an isqatu shifaga o'xshash. Nikahni bekor qilishni talab qilish haqqimdan voz kechdim, pulni oldim, ma'qul desa, mush ahvoldami ayolninki ayrilishni talab qilish, nikahni buzishni talab qilish haqqi tushib ketdi deydi. Ayında pişkenlik keyin $1000 aldı, qazi qilib ajrashma desa bekor. Chunki pulni olib ma'qul uy tutma deb uyni buzish haqqidan voz kechgan. Ham pulni qaytarish lozimdi. Chunki bu pul olib undan qilgan bir haq emas. Pul az bo'lmaydi. Undan keyin bu ayolning haqqimi bekor bo'lib ketdi. Hem ağam $1000'ını mı qaytırış lazım deydik. Muş ahvaldımı şepilik hakkını tanazul kılışka pul apqasa söyledişip şepilik hakkı bekor olib ketdi ve pulni qaytırışın lazım deymiz. Ev qala lil muhayyarati. Muhayyara qanday ayolda? Eri uy tutush tutmaslikni o'zingiz tanlang deb ayoliga ixtiyorlik bersa, o'sha ayol ixtiyorlik berilgan muhayyara deb atildi. Bu ayol hamda men ixtartu talaq yoki fasxun nikah desa, shu so'zi hisob tushunami? Shu majlisdan qo'yib qo'yguchi. Ama bu ayoliga ixtari nafsaki debdi. Deb bulab, pushmon qilib, aqdillandim debdi. İxtarini bi alfin. İxtari nafsak siz o'zingiz tanlang. Uy tutishni yoki meni tanlang $1000 beray. Faxtarat $1000 olishni tanladi. Uy tutib $1000 olma deb tanladimi? Saqatal fasx. Bu chaqda aşı tanlash huquqi bekor bo'lib ketdi. Shu majlisda bo'lsa-mu. Yani saqata haqqul mar'a fi ixtiyari nafsiha. Yoki fi ixtiyar fasxin nikah. Wa la shay'a lahuma. Mujqur ahvolda annin masalasida-mu, annin pul to'lash kerak emas. Shunda pishga ahvolda. Muhayyir mi? Pul to'lash kerak emas. Muhayyir degan kim? U pul banzim bo'ldi. Pulni olgan bo'lsa, u ishkaydan qaytirib turdi. Wala shay'a lahuma, ya'ni anninning ayoliga va muhayyara ayolga hech nima tegmaydi. Haq elish yo'q. Pul olgan bo'lsa qaytirib turdi. Vacibu alayhi raddul ibad mana. Vacibu alayhi raddul ibadi. Alayhi degan shu damir kim qaytadi? Ya للشفيع الصلح بعوض عن إسقاط الشفعة قيغان أهوال دا شفيع آغام پلنا قايتر etiş lazım. خود ayal آغام پلنا عننغا و مخيرغا قايتر etkenge okşaş. Ya onda gibi. Bol ketdi. Atkan okuna qaytırıp olmaz.
ويجب عليه يعني على الشفيع الذي صالح عن حقه في الشفعة بعوض رد العوض أش أغام pulni qaytirdi لأنه لم يقابله حق متقرر çünkü o pulni o'rni bor makoni bor bir haq uchun olmagan yani ash pulning qarshiligida muayyan bir muqim bir narsa bormi bir narsa qarshiligida olgan bo'lsa bu bir haq uchun olgan فلا يكون تجارة عن تراض لكن o pul elish musulhi o ticaret عن تراض razılashib bir ticaret qilgandek bir narsa elib satgandek bir narsa ahvol bo'lmaydi فلا يحل لكن razılık bo'lmagan ekan halol bo'lmaydi وأما بيع المشفوع به قبل القضاء المشفوع به degan shafi'ning uyi biz yuqorida darsdimi deb o'tdik qozi hukm qilgan chaqda shafi o'zining uyini setib qo'ygan bo'lsa uning shafilik sababi yo'qolgan bo'lg'achqa u uyni shafilik sababida ololmaydi yani talabul muvataba qilgan chaqda u uy qul ditdi talabul taqrir qilgan chaqda qul ditdi talabul husuma indal qodi qilishdan burun yoki qozi hukm qilishdan burun bu uyni gachchida pul tayyorlayman deb setibdi setayotgandan keyin bu hozir shafiklarnikan mamda kelmaydi qozi xonimning oldiga borgan chaqda sen uyning shafisimi desam men kuntu shafian deydi men burun shafitdim hozir uyni setib boshqa ketib qoldim undan keyin zala sababul istihqoq uni shafilikka haqliq qilgan sabab yo'qolib ketib qoldi u shafilikka mana keltirgan sabab nimada al-ittisal va tadarrurdi shundami bu yerda qo'shnichilik yo'q ittisal mulk yo'q qablal qado hukm qilishdan burun musho sababi ash-shuf'a yo'qolib ketdi va huwa nazirul maut bu o'lish voqeasiga o'xshash qazo xunim hukm qilishdan burun shafi o'lib ketib qolsa zali sababul mulk deydi musho o'xshashlam u shafilik sifatini yo'qotdi deymiz وأما ضمان الدرك عن البائع hamda satqıçının o'rnida uyning egisi chiqib qilishdak kelib chiqadigan avarchiliklarga men kepel men ega men zamin deb ega bo'lash kelsak shepi ashunda ega bo'lib qolsa shepiga haqqi oldi dedik nima uchun fali'annahu qaddamina lil-mushtari baqa'aha ala mulkihi va salamataha lahu chunki bu mushu zamin bo'lishi mush kepil bo'lishidan nima ishni vujud chiqadi shu shafilik talab qilib oldigan uyning mushtarining mulkiga o'tishi va sog' salomat ziyon tortmay shunda uyni saqlab qolishiga zamin bo'lgan bo'ldi shuningga yordam qilgan bo'ldi salamata lahu degan shu uyni bo'lgandan keyin u uyning egisi qo'ldan chiqibdi-ku hozir mavu men ega degan keyin qo'ldan chiqatmaydigan holatda kapolat qilgandek bo'ldi وذلك يتضمن تسليم الشفعة مشندا قلشي مشندا زامن بولشي nimani o'z ichiga oldi dimdan shafilik haqidan tanozul qildim men shafilik qilmayman degan mazmunni o'z ichiga oldi va amma musawamatul mushtari bay'an va ijaratan hamda shafilik haqqini isbotlaydigan savdodan birisi bo'ldi qo'shnisi shirki uyni setibdi yot kishiga setayotgandan keyin bu shafi talabul muvataba va talabul taqrir va talabul husuma qilishning o'rniga ayat kishidan uylarini satamla men balamni o'lmoqchi edim ya uylarini ijaraga beramla bir yillikni ijara olmoqchi edim deb menda so'zlashib yursa yoki setib olsa shundan mushimo shafilik haqqini bekor qiladi nima uchun bekor qiladi fali annahu dalilur rida bi thubutil mulki lil mushtari chunki bu shu uyning igidachiligi mushtariga muqim bo'lib ketishiga rozi bo'lganlik va tasarrufihi fihi bay'an va ijaratan shu uyni satsa va ijara qo'ysa rozi bo'lganlikni ko'rsatadi chunki bu shu uyni paloni setib oldi deb bilgandan keyin anda ular so'zlashadigan ma uyni shirkimning ya qo'shnimning uyini paloni setib olibdi ayat kishi degandan keyin andan uqqandan keyin bu shu setvaga uylarni men setib beramlar men ijara beramlar deb shuninglar so'zlashgan ekan mushunda qilganligi aslida bu qanday qilish lozimda shafilik haqqini talab qilmoqchi bo'lsa
talabul muhasaba, talabul taqrir, talabul husum bilan shunga yapilish lazım. Bununla yapılışmay, akışını icari veranma, satamla öylerim dese, şu öyne sizle Abdullah, sizin mülkleri boldu, men razı, hem de sizden ammakçı diyendek. وذلك لا يكون إلا بعد إسقاط الشفعة. شبيه يقنا شرط كنكن بلدغاش لبه. وكذلك إذا طلبها منه تولية أو أخذها مزارعة أو معاملة. شندقلا أش أينه مشتريدن إزغ ستباسلا ياك مرابحة ستباسلا ياك مشو سلسلة زمندا ترل زمندا biz şirikçilik bir iş qildi, men teripray islam vaqtlar etmagan ekan. Men dehqonchilikdan xabarim bor deb muzara, tirikchilik to'xtami qilsa yoki muomala bir bog'ni sotgan bo'lsa, osh bog'ni men parvish qilib, ishlab, o'silagan chaqda o'silni bo'lishayli deb musaqat deymiz. Bu muomala degani musaqat to'xtami. Muomala deyishda, hadisda muttafaqun alayhi hadisda amala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahli Xaybar yoki Yahuda Xaybar bimithli ma yakhruju min ard Xaybar min tamrin aw zar'an degan. Shuna muomala deb matildi. Ya'ni bog' bo'stonlarni ishlab yo mevsul oldigan kishiga topshirib, chiqqan hosilni biz o'zaro bichgan bo'yicha taqsim qilib olamiz deb ba'zi muomala, ya'ni musaqat demak. Undan keyin mushu iboradagi idza talabaha minhu, ya'ni talaba ash-shafi'u min al-mushtari an yabi'ahu al-arda tawliyatan aw murabahatan deb. Musl setvagan ziminni menga izg'i baslar, yap azroq foydalab baslar deb ashunda talab qilib qolsa, shafi'a yoki azminni menga muzaraga, tirikchilik to'xtamiga baslar deb talab qilsa, yoki bog' bo'ston bo'lsa, mevani tang olish uchun menga baslar men ishlay deb qolsa, mush chaqdimi qanoldi shafilik haqqi tushib ketadi. Va kullu dalika idza kana ba'd al-ilmi bish-shira. Bularning hammasi qachon shu yat kishi setib oldi deb xabar topgandan keyin bo'lgan ishlar. Uningdan boshqa kitobda bayon qilinmagan ba'zi o'rinlar bor. Shafilik haqqi bekor olib keladigan. Shafiga ixtiyorlikni bergan ahvolda. Masalan, meni qo'shnim yoki shirkim o'zining ziminini sotdi. Setib al-khiyaru li shariki ya li jari deb qo'ydi. Bu so'zning bo'ladi, bo'lmaydi deyishni, shu shafiy qilgan kishi ma'qul kelsa, hisob musoda sotdim dedi. Shunami? Masalan, so'zni xiyar desa, dadam ma'qul kelsa, olima uyga kirib ko'rsatib qo'y. Ayolim ma'qul kelsa, olima dedi-ku. Shunda xiyar bor. Ash xiyarni shafiyga bekitib qo'ysa, bu shafiy qilgan kishi ma'qul kelsa, men sizga ma'qulni sotdim degan ahvolda bu shafiy ma'qul hisob musoda desa, shafilik haqqi shuni bilan bekor olib ketadi. Chunki musodini hisob dedimi dedi. Undan keyin hamda men shafilik haqqi talab qilaman, ilgari qilgan ishga zid bir ish qilgan bo'ladi. Burun tutgan sodisini buzib o'tmoqchi bo'lgandek bo'ldi, shuna bu joiz emas. Yana bir ahvolda shafilik haqqi bekor bo'lib ketadi. Shafiy uy satgan, zimin satgan kishining vakili bo'lgan ahvolda. Uyni satgan kishi, zimin satgan kishi shafiy qilgan kishini musodin tutirishni vakil qilibdi. Mesela advokat kishi bo'lsa, shu rasman namni qilib, shu sodini tutirib bersa, vakil qilsa, bu vakolatni qabul qilib boshini ishni qilsa, men rozi sodini tutishiga degan bo'ldi. Shafiligi bekor bo'ladi. Chunki satqa odam kim? Muvakkil satsimi bu shu sodini tutigan odam satqa odam shu. Qala va la tabtulu bi mawtil mushtari. An yuqorda shafiy o'lib ketib qolsa, qabla al-qado tasqutu shufa dedi. Agar mushtari o'lib ketib qolsa, yoki bai' o'lib ketib qolsa, shafiyninki shafiylik haqqi bekor olib ketib qolmaydi. Li'anna al-mustahiqqa, chunki bu yerda haq egisi kim? Haq egisi bo'luvchi va huwa shafiy. Qoimun, mush shafiy hozir haq egisi bormi yo'qmi? Bor. O'zgarmadi. Ve onunki shafiy ulash savabimi yenilan bor. Masalan, ash-sharika yoki al-jivar dedi. Ve haqquhu muqaddamun ala haqqil mushtari. Yani onun haqqi mushtarining haqqidan oldin o'rinda qo'yiladi. Hatta la tanfudu yoki tunaffadu vasiyatuhu fihi. Shunda bo'lg'achqa mushtarining vasiyati
shu ziminda bir vasiyat qilgan bo'lsa, vasiyatimi kuchga ega emas yoki ijro qilinmaydi. Mushtari qanday vasiyat qildi? Masalan, mendan keyin qolsa, mushu uy falani kishiga qolsin, falani yetim bola qolsin degandek shunda vasiyat qilgan bo'lsa, mushtari o'ldi. O'lgandan keyin shafiya oyni elishmining haqqında talab qilyapti. Talab qilsa, Musa lahumu bu o'lib ketishligini men vasiyat qilgan, mening elish haqqim bor. Albatta bu fi hududi thuluth tarka. Nima? Bu talab qilmadi. Ikkidan tang talab qilshamda shafiyaning haqqi oldin o'rin turdi. Ma Musa lahuning haqqidan shafiyaning haqqi ustarak turdi. Bu bakrak ta'kidlangan haq demakchi. Endi qazoxuni va shu hatto vasiyat qilgan ashi hisob deb hukm qilsa, bu ijro qilinmaydi. Wala yuba'u fi daynihi. Yani mushtari o'lib ketdi. O'lib ketgan chog'da buning qarzlari bor. Boshqa odamga berishi bormi? Lekin qo'lida setib olgan zimin bor. Qarzni to'lash uchun odatda normal mulki bo'lsa uni setib, qarzni to'laydiq. Lekin shafining haqqi mutaalliq bo'lgan ekan mazmunda. G'arim, yani daimning haqqi mutaalliq bo'ldi. İkisinden şunda nimasi tutuşib qolgan ekan, shafiya tartib ketalaydi dedi. Shafiyaning haqqi kuchli. Senikida muhabbetin 3'ten icra qilib faqat 3'ten bo'lgandan. Hozir shu uy 3'ten 1 ga udilkaga uy. Mo'sha yenimdagi uy, silib ketgan uy, o'sha odamning mulkining 3'ten 1 ga to'g'ri keladigan uy ekan. O'shani vasiyat qilib o'lib ketdi. Mirasxo'rlarning asossiz endi Musa lahulan men talashim bu. Talasam men tartib ola olmayman. Shafiyaga haqqim vasiyat haqqidan kuchliroq dedi. Qarz masalasini shunda. Qarzdorninki haqqidan shafiyaning haqqi kuchliroq. Chunki shafiyaning haqqi mutaalliq bil ayn, shunami? Lekin dainning cho u bo'lmasa boshqa mulkdan o'zining pulisini asl bo'ldi odam. Vasiyat qilgan molning o'zi bilan narsani bilgan bo'lgandan keyin so'zsiz bilan ma'lumotlar ma'lum bo'lgandan keyin muavada maliya hozir mushu uyni mushtari pul setib oldi. Vasiyatlanmadi shayx. Shalma mushu uyni qo'shnam oyat kishiga setib etgan pulni satgan. Pulni satgandan keyin shafiyaga qilgan isbotlandi. Ham u o'lib ketishdan burun vasiyat qilgan bo'lsa, vasiyat qiluvchi talab qiladi, men talab qilaman, lekin mening talabim kuchli bo'ldi, men ola olmayman degan. Bu yerda vasiyat bilan qo'l qo'ydim da mushtarining pul setib oldi o'yini. Undan keyin qazo xunum masalan, shu o'yini boshqalarning qarzini berish uchun setib olsa, hukm ijro qilinmaydi. Biz qanday qilamiz? Mahkamaning naqd va istinafda yuqori sudga arz qilgan gap. Ma qozi bunda hukm qilyapti, men yana haqqim talab qilmadim degan. Mahkamaning naqd yoki istinaf al-ulya ana qildi va qazo xunumning hukmi bekor. Endi hozir shafiyaga bilan musha shafiy elish lozim deb. Nima uchun? Ashuning haqqi oldin o'rinda turdi. Birinchi o'rinda turdi. Birinchi o'rin tug'achqa, ash mushtari hayot chog'da masalan, ashu uni boshqadan setib olsa, yo hadiya qilib olsa, hammasi bekor bo'ldi. Chunki shafiyaning haqqi kuchli bo'lgan. Undan keyin vasiyat qilgan ahvoldami? Vasiyati bekor. Qarzga bo'g'ilib qolgan ahvolda qarzlarga berishdan shafiyaga berish oldin o'rin turdi. Yani qazi hukm qilsa, bir odamga masalan mushu uyni setib qolgan bir vasiyat degan bu vasiy sot demasdi. Topilangan kishi uyni setib etdi. Buni amaldan qoldirib o'tmaydi. Yo bu qazi hukmi tursa, qanday amaldan qoldirgan bu degilmaydi dedi. Nima uchun? Biz ijmo qildik. Mushafining haqqi isbotlanmadi. Isbotlandi deganga ijmo bor, shunami? Ijmo bo'lgan ekan, bu qazoning ijmoga zid bunda qilgan ishi icra qilinmaydi. Hukm qildi. Hukmi bor. Lekin kuchga ega emas. Wala yuba'u fi daynihi mana. Qarzi bo'lgan bo'lsa, uning qarzini to'lash uchun, masalan, o'lib ketgan mushtari qarz bo'lgan holat o'lib ketgan. Uning qarzini to'latib, undan qapqog'ini miras qildik-ku. Bu chog'da qarzini to'lash uchun uyni setishga bo'lmaydi. Fayakunu muqaddaman ala haqqil varithi.
وحقه مقدم على حق المشتري حتى لا تنفذ وصيته فيه فيكون مقدما على حق الوارث فيكون حق الشفيع مقدما على حق الوارث لكن لا تبطل بموت المشتري ise müşterinin ballarının hakkı bulaş lazımdı desek ma şefinin hakkı mirasxo'rlarning haqqida oldin turib şefi tatib olaydi uyni shundaqla qarzlilarning haqqida oldin o'rinda turdi va musalahu haqqida oldin o'rinda turdi dedik. Qala va la shuf'ata li vakilil bai'i va la shuf'a li vakilil bai' degan uyni satgan kishi ash-shafiyani vakil qilgan holda demakchi. Mush vakil bai' kim hozir? Shafiy. Uyni satmoqchi bo'lgan sherikim yoki qo'shnam meni vakil qilibdi. Men advokat bo'lgan ekan, sizlar mushu ishni qilib uyni setib paslar desa, mush ahvolda Shafiyga haqqi bekolab ketdi. Biz yuqorida buni dedik. Undan keyin Shafiy uyni setishda uyning egasining vakili bo'lgan bo'lsa, Shafiyga haqqi bekolab ketdi. Li'annahu sa'a fi naqd fi'li. Chunki u uyning savdosini bitgan. Bitgan ekan, men Shafiylik talab qilaman degani, o'zi bitgan savdoni bekor qilib o'tishga uringanlik va huval bay'. Fi'lini bitta ash uy savdosini shu bitgan. Qo'shnisining ya shirkini o'yini shu setib bergan. Hamda men Shafiylik talab qilaman desa, o'zining setib berishini bekor qilmoqchi. Va kaza idza kana lahu al-khiyaru fa amdahu. Biz buni deb o'tdik. Shirki yoki qo'shnisi men uyimni sotaman lekin Shafiy ma'qul kelsa deb qolgan ahvolda, xiyarni Shafiyga isbotlab qo'ygan ahvolda, Shafiy esa bu savdo men ma'qul keldim desa, Shafiylik haqqi bekor bo'lib ketadi. Va li vakilil mushtari ash-shuf'a. Lekin setib oluvchining vakili bo'lib qolsa, Shafiy bu chaqda Shafiylik haqqi tushib ketmaydi. Uning Shafiylik haqqi turaverdi. Li'annahu la yanqudu fi'lahu li'annahu mithlu ash-shira. Chunki bu yerda u setib oluvchiga vakil bo'lib uyni setib oldi. Endi hozir uyni setib olaman desa, Shafiylik haqqi olaman desa, burun setib olishga zid kelmaydi. Ya'ni u o'zi olgandeklar bunda olgan. Endi hozir shu o'zim olmoqchi degandek bir mazmun bor edi. Garchi endi u boshqa odamga aytgan bo'lsa-mu, lekin bu setilishga munosabatlik. Endi Shafiylik haqqimi setilishdan iboratda demakchi. Li'annahu sa'a fi zawal mulk al-bay'. Chunki u qo'shnisining va shirikining, ya'ni bai'ninki mulkining qo'ldan chiqitish uchun harakat qilgan. Lekin Shafiy va Hanbali mazhablarda yuqorqi ishkili ahvolda Shafiylik haqqi bekor bo'lmaydi deb qaraydi. Bu advokatlarning qiyg'ach savdoning rasmiyatini qilib, savdoni bitgan chaqda talabul muvataba talabul taqrirni qildi. Biz animada o'zi yoki rajul adl ya rajulayn fasiqan orqali xabar topsa, shu chaqda Shafiylik haqqi talab qilish vojib bo'ldi alal fard. Lekin advokat shu o'zi uy savdosini shunday bitirib ma tarafda ma uyning chivirini hujjatini chiqarib, ma tarafdan talabul muvataba ishadni qilaverdi. Yani bu mazhab ishad buranda dabitdan bizni bekitib, agar keyin talab qilishi ilgari qilgan ish zid kelsa, bekor bo'lib ketadi, zid kelmasa bekor bo'lmaydi deb shunda bir. Biz shu qism misollarning hammasida bu aşında küçap qilgan bo'lg'achqa, endi kim aş küçap qilgan savdoni bekor qilib men olaman degan bo'lg'achqa, bu o'zi bilan tanaqul qilgan bo'ldi. Shunga Shafiylik haqqi bekor bo'lib ketdi deymiz dedi. Lekin mushtariga vakil bo'lgan ahvolda unda emas. Nima uchun desa, bu burun qilgan savdoni bekor qilmoqchi emas. Burun bir savdo qildi, endi bu ya'ni shu savdoni qilmoqchi deb menda tushunadi. Bunun hamda bekitgan dabit taşında ilgirki ahvallığa düşmeydiğen bo'lishi mumkin. İlgirki ahvallarda mesela Shafiyga yutkish yardım berdimi? Yardım berdi. Endi mush rozi bo'lganlik isqati shifamiz, isqati shifat. Endi hozir mush mushtarining qo'liga yutkish yardım berdi-ku, mush mushtarining advokati bo'lgan ekan. Undan keyin mushmi isqati shifa bo'ldi-ku deyilishi mumkin. Lekin Hanifi mazhab unda demay, bu isqat shifo bo'lmaydi dedi. Nima uchun Hanifiylar desa, bu ilgirki qilg'ashqa zid emasda udil kiltdi. Shafiy mazhabida, Hanbali mazhabda vakil mushtari bo'lsin, vakil bai bo'lsin, ishkili ahvolda bu isqat shifo bo'lmaydi. Shafiylar haqqi yana bo'lardi.
Qala ve iza qila lish-shafi'i endi Shafi'ga bunda bir xabar keldi. Innal mushtariya fulanun. Bu uyni setib olgan kishi falanaxon deb ismini atagandan keyin fasallama. Bo'ldi, men Shafi'lik haqidan tanazul qildim. Shafi'lik talab qilmayman. Bu olgan kishi bak isladam, falan damullan bilan xo'shnulab o'tarsam bu bak yaxshi. Dedimmi? Summa tabayyana annahu ghayru. Kim ma'lum bo'ldiki, setib olgan kishi u damullam emas, boshqa bir kishi ekan. Yani al-mushtari gayruhu falahu şifa. Şu çağda yani da Shafi'lik hakkını talep qilish haqqi bor. Çünkü falana haqqım bo'lsa men rozi degan, lekin pustana haqqım bo'lsa men rozi emas, Shafi'lik haqqını talep qilma deyalaydi. Li tafawutun nas fil jawar. Çünkü kishilar qo'shnidachilikda bir-biri bilan farqlar. Ba'zi aroq kesh qilmavaz askadamli bo'ldi, urushqa qadamli bo'ldi. Yaxshi odamlar bo'ldi. Faqat radiya bi fulanin li khayrihi. Falana haqqın yaxshi kishi bo'lg'achqa uning qo'shnilab kelishiga rozi bo'lgan. Walam yardal bi ghayrihi. Boshqasiga rozi bo'lmagan. Falam yujad at-taslimu fi haqqihi. Undan keyin u haqiqiy og'a odam haqida Shafi'lik talab qilmayman deb rozi bo'lgan ahvol yo'q. Wa kaza law zahara anna al-mushtariya ishtaraha li ghayrihi. Shundaqla setib olgan kishi bir damollam setib olibdi uyni, bu Shafi rozi bo'ldi. Bo'ldi, Shafi'lik talab qilmayman deb. Keyin qarasa u damollam boshqa amataxim qimavazini setib olibdi ekan. Shu kishi uchun apiribdi ekan. U chaqda yo Shafi'lik talab qilma deb tura oladi deydi. Ya'ni lahu shifa va kaza lahu shifa'atu law dhahara anna al-mushtariya ishtaraha li ghayrihi. Walau qila inna al-mushtariya Zaydun uningga bunda deyilib qolsa. Uyni setib olgan kishi Zayd ekan, Zayd damollam. Fasallama ona qo'yib men Shafi'lik talab qilmayman ajdamullam ason deb. Fa idza huwa Zaydun va Amrun. Shunda qarasa amaliyotda setib olgan kim ekan? Zayd bilan Amr ikki damollam setib olibdi. Yoki Zayd damollam bilan Amr qimavaz setib olibdi. Falahu akhdhu nasib Amr. Undan keyin qimavazning haqqini yaqman makasa rozi bo'lmayman deb onun haqqini yani 50%ni Shafi'lik talab qilib elish haqqi bor. Nima uchun? Lianna taslima lam tujad fi haqqihi deymiz. Mavazir 20da olma, 20da olmayman demidi. Lekin a kishiga rozi bo'lishda men rozi dedi. Lekin amaliyotda buni ikkilan setibdi ekan. Undan keyin bireylarning haqqida bu rozi bo'lmagan bo'lg'achqa mishada tajziyat safqa kelib chiqdi. Yani bu yerda taslim qilishda bu tajziya qilib taslim qilmagan. Farq shu. Men falonning haqqida taslim qildim, ustaning haqqida taslim qilmadim demagan. Lekin bir kishi haqqida mayli bo'pti desa, amaliyot bu ikkilan setib olgan bo'lgan ekan, bu majburiy parchalandi. 20dan tanazul qilgan bo'ldi. Yani buningda majburiy tajazzuz safaqa bo'ldi. Chora yo'q. Wa idza qila lahu innaha bi'at bi 1000 Shafi'a munda dilib qolsa. Sizning Shafi'ildiga uy 1000 ga setildi. 1000 tilla bo'lishi mumkin, 1000 dirham bo'lishi mumkin. Fasallama 1000 tilla bo'lsa, 1000 dirham bo'lsa men apulmaygan bo'ldi. Shafi'lik haqidan tanazul qildim debdi. Thumma tabayyana annaha bi'at bi aqalla aw bi makilin aw mawzunun fa huwa ala shufati. Keyin aniqlandiki bu uy 1000 tilla ya 1000 tanga emas, uningdan az. Yoki unda oltin kumush emas, boshqa janlanadigan va kamchalanadigan oshliq, yog', ashunday narsaga setilibdi. Bunda ahvol bo'lsa fa huwa ala shufatihi. Shafi'likka bekor bo'lib ketmaydi. Amma al-awwal fa li anna ar-rida bil akthari la yakunu ridan bil aqall. 1000 tilla setilgan bo'lsa, mesela 1 million desak, 1 million setilgan bo'lsa men bo'ldi, ololmaydi ekanman. Shafi'likka talab qilmadim dedi. Lekin 500 ming ga setilgan bo'lsa, men pulim batdim, ammo 500 ming qo'yba olalaydim deb 500 ming ga setilsa, Shafi'lik haqida voz kechganligini bildirmaydi. Ko'pga rozi bo'lishi, azga rozi bo'lishdan darak bermaydi. Va amma thani degan pulga setildi deb, lekin makil mavzun ashliq va kaza setilgan ahvolda. Fal-ihtimal ta'addur ad-dirahim alayh. Masalan, 1 millionga setildi desa, men Shafi'lik talab qilmayman. Lekin 1 million pulni tayyorlab olmayman debdi. Keyin uni qarasa,
10 tonna buğday satgan, 10 tonna buğday ondan bat mama alanetdim ona. Ma'luma diyalaydi. Çünkü bazı pul naq bo'lmasligi mumkin. Va tayassuri ma bi'a bihi min al-makil wal mawzun. Satilgan, kamchallanadigan va jinglanadigan boshqa ashliq va kaza qo'lida bo'lishi mumkin. Pul naq bo'lmagan bilan. Va kadhalika al-adiddi al-mutaqarib. Shundaqla sanab o'tkazilgan shu yong'oq, tuxum degandek bir-biriga yaqin keladigan, jiq farqlanmaydigan sanaqliq narsalar shuningga setilsin shundoq 1000 tillar setibdi deb yo'q 5000 tal yong'oq setibdi desa ama yong'oq botim nima olalaydim deb shepilga qilgan talab qila oladi. Va sawa'un kanat qiymatu alfan aw aqall aw akthar. Uning qimmati shu makil mavzunning qimmati ashliq va kazaning qimmati 1000 tanga ya 1 million degan shu qimmatga yetsin yetmasin az olsun jiq olsun ayında talep kılalaydı. Li'annal vacibe el-mithl. Çünkü bir yerde vacip olduğunu misli. Yani bu şuf'a olan aşı oyunu setvasa, ne bilen set oldu? Bir misli saman. Aş setvagan yat kişi, neç pul qalan bolsa, nima qalan bolsa, şununla setvoldu. Bi xilafi ma idza bi'a bi 'abdin aw amatin. Amma bir qul yoki bir didakni berib setvagan bolsa, bu hamda qiyamiyatni berib setvagan bolsa deymiz. Misliyatni bermay qiyamiyat. Ma Abdullah amana misal qildi ekan, qanday narsa bo'lsa bo'ldi. Faras yoki sayf qadim masalan. Lekin buni qimmati 1000 ya undan jiqroq ekan. Bu ahvolda-chi, kebilik bakavlamda bo'lmadi. Shafiga uy 1000 tangaga setildi deb xabar keldi. Undan keyin ma'qul bo'ldi, men Shafiga tanazul qildim dedi. Meni tanga yo'q. Undan keyin bildiki bir didak ya pulga setildi. Lekin bu pulning qimmati 1000 tanga undan jiqosimi Şefilik hakkının tanazılığını hesap, yani şefilik hakkı bulmaydı o kişinin. Çünkü bir yerde bu kıyamiyat, şuna ama kıyamiyat olanken kıyamiyatta ne biriş lazım da? Şu 1000 dirhem maaşını biriş lazım da. Ondan ki 8-16, bunun için farkı yok. Lekin açlık, belki ahvalda şu açlıkta ötkülüktü. Abdiya amana belki ahvalda pulga ötküldü şu, haber bilgenden şu pulun gibi olan. Ondan keyin şefilik haqqı tushib ketdi. Li'anna al-vajiba 1000 mana. Chunki o'sha ishkili ahvolda berdigan pul shu 1000. Hatta law kanat qiymatuhu aqalla min 1000. Shunda bo'lg'achqa buning qimmati 1000 dan az bo'lib qolsa, lam tabtul shufatu. 1000 dan az bo'lsa men beraletdim. Şefilik haqqı olma deyaldi. Li'anna al-vajib al-qiyma. Chunki bu yerda vojib bo'lgani shu abd yoki nimaningki qimmati. O'zamas. ولو قيل إنها بيعت بجارية فظهر أنها بيعت بعبد أو عرض آخر bir didek setildi deyilib to'yan qulga didakka ya bir ot setildi deb keyin ma'lum bo'ldiki bu sodini qul ya otga emas boshqa bir shamshardan birisiga tarixiy shamshardan birisiga qilibdi masalan yundar ahvol qaraymiz in kana qimatul abdi aw al aradi mithla qimatul jariya aw akthar batalat Aşu qulning yoki aşu amaliyot setilgan narsaningki qimmati aşu didakning qimmatiga o'xshash bo'lsa yoki uningdan jiqilib ketib qolsa shifa bekavab ketdi. Agar uningda ozlab qolsa va imkon aqalla lam tabtul shifa haqqi bekab bo'lmadi. Li'anna al-vajib al-qiyma. Chunki bu ahvolda bu abd jariya va kazalanmasa qiyamiyat o'g'ashqa vacip bo'lgani qimmati. Undan keyin pul masalasiga ham qarab, 1000 tanga bo'lsa, men olmayman dedi, tushib ketgan hisobda. 1000 dan az bo'lsa, men olalaydim buni deyaraydi. Walau qila bi'at bi 1000 dirham, fadhahara anna bi'at bi 100 dinar. 1000 tangaga setildi, deyildi. Lekin amaliyotda 100 tillar setibdi. Har bir tilla 10 tanga hisobda masalan. Ya'ni shu 1000 tanganinki qimmati nech pul? 100 tillar. Bunda ahvolda aniq mazhabda ixtilof bo'lgan. Imom Karxiy dedi, qal Karxiy in kan qiymatu 1000 aw akthara batala. Buning qimmati 1000 yoki undan jiqilib ketib qolsa, ya'ni 100 tillarning qimmati shucha qancha pulga tegishligan emas, 1000 tanga ya 1200 tangaga tegishiladigan bo'lsa, batalati shuf'a.
Nima uchun? Shepi taslimi shifa qilib bo'lganini. Shunami? Va in kanat aqalla, unda az bo'lsa lam tabtul shifat ash-shafi'a. Bunda ma in kan aqal deganda ixtilof yo'q. Lekin in kanat alfan aw akthar deganda ixtilof bor. Va huwa qawl Abi Yusuf. Mush Imom Karxiy tanlagan qarash Abu Yusuf rahmatullohi alayhining qarashi li annahuma ju'ila ka jinsin wahidin fi thamaniya. Chunki bu ikkisi dirham bilan dinar ikkisi ikki narsa bo'lgan bilan, ikki jins bo'lgan bilan, lekin bu ikkisi yig'ilib akilib bilan thamaniya degan bir illatda bir jins hisobida muomala qilingan. Pul emasmiz, ikkisi pul deymiz. Shunga elf yoki undan jiqolgan holda tabtul shifa. Undan az bo'lsa shifa bekor bo'lmaydi dedi. Va ashar Muhammadun fil asli ila baqa shifa. İmam Muhammad al-Asl degan kitobida, ya'ni al-Mabsut degan kitobida zahir rivoyatiga shepilik haqqi qilib qoladi deganga ishorat qildi. Aniq sarih demismi? Ashunda gap qildi. Mushi qiyosindi. Mushi aslida qiyos. Bu Yusufning digini istihson. Qiyosda boshqa narsa bo'lgan ekan mana bu. Shepilik haqqi to'ldi bo'lish kerak demakchi, shundami? Abu Yusuf ya ikkisi bir narsa, boshqa narsa emas. Nima uchun bir narsada istihson bu? Qiyosda ma'nosiga setildi deyilsa, keyin amaliyotda ma'nosi chiqib qolsa, shepining yo'q, men buni alolatdim deshak bo'ladi, tushunami? Qiyos shu. Endi Abu Yusuf istihson qilib, urfda mushu dinar bilanmi, dirham bilanmi pul qatoriga kirgizayotgan bo'lg'achqa istihson qilib bo'ldi hisob deymiz dedi. Lekin Imom Muhammad al-Asl degan kitobda ishorat qilgan mazmun o qawl Abi Hanifa va Zufara rahimahumulloh. Bu ikkilanning shundaqla boshqa 3 mazhab imomining qarashi, jumhurning qarashi. Ya'ni shebilik haqqa qab qoldi. Li'annahuma jinsan muxtalifan. Chunki bu ikkisi dinar va dirham ikki xil jins, ikki jins. Masalan, dollarga sotib olsa, dollar yo'q qo'yiladi. Dollar tayaqib bo'lmaydi hozir. Men olmayman degan bo'lsa, keyin yen uribdi desa, "Bu yenga men alolatdim bu, yen bormanda" deydi. Hatta yajuzu bay'u ahadihima bil akhar. Yoki hatta yajuza desak bo'ldi. Mushunda bo'lg'achqa, jinsan bo'lg'achqa birini birisiga mutafadil satqili bo'ldi deydi. Birisi bir tilla, dinar 10. Nima? O mislamimiz bo'lish kerak emas. Jinsan bo'lg'achqa. Fayda talafatul asnaf fabi'u kayfa shi'tum idha kana yadan bi yad. Va li'anna rubbama yashulu alayhi ahaduma dun al-akhar. Yani bir tarafdan u kishiga nisbatan emasdan qo'lda hozir yen bo'lishi mumkin. Dollar alaysa bozordan topolmasligi mumkin. Nima dollarga setibdi desa, men ololmay ekanman bo'ldi. Shepilikka talab qilmayman degan bo'lsa, agar yenga setibdi desa, yo'q men olaman, yen batni qo'limda deyishi mumkin deydi. ولو قيل بيعت ب1000 ثم حتى البائع للمشتري فله شفاعة. من طلع ستلدي. Keyin ondan o'yin sotgan kishi mushtariga 100 tilla qo'yib bergan bo'lsa, endi amaliyotda necha tilla sotdi? 900 ga sotilgan bo'ldi. 1000 tanga desa ololmay ekanman. 900 tanga desa, men oldim deyish mumkin. Qo'lda 900 tanga bo'lishi mumkin. Undan keyin shepilik haqqa bu ahvolda isbotlandi. Bekor ketmaydi. Li'annal hatta yaltahiqu bi asl al-aqd. Biz yuqor degandek. Fasara ka'annahu ba'aha bi aqal. Undan keyin 900 ga sotgan bo'ldi. Undan keyin bu natijada 1000 ga sotdi deb amaliyotda 900 ga sotib qilgan deklam ahvol. Bu hissa 900 ga ma'lum deb lam tushdi. Qala va la tukrahu al-hilatu fi isqat ash-shaf'ati qabla wujubiha. Shepilik haqqi isbotlanishdan burun shepilik haqqini tushirishga hili ishlatsa makruh bo'lmaydi. Hanafi mazhabning mazhabga vakillik qiladigan qarashida. Inda Abi Yusuf, bu Abu Yusuf rahmatullohi alayhining qarashi, o'sha Hanafi mazhab bizga vakillik qildi degan qarash. Li'annahu man'un min wujubil haqq. Chunki bu nimadan iborat? Osh haq isbotlanishdan burun unda oldin to'saq qo'yishdan iborat. Ya'ni bu haq isbotlangandan keyin bekor qilish emas. İspatlanışdan burun ispatlanmay qarşında bunda bir to'silishdan iborat edi. Va tukrahu inda Muhammadin. Hanafi mazhabdagi imomlardan Imom Muhammad rahmatullohi alayhi qarshida bu harom. Ilishtish nima sohasida shuf'aning vojib bo'lishdan ilgari shuni bekor qilishga tirishish deydi.
Yani oldin to'sab qo'yish deydi. لأنها شرعت لدفع الضرر والحيلة تنافيه. Çünkü şeriat şifani yol qo'yishda ziyandan saqlanish uchun yo'l qo'ygan. Endi bu hiyla nimadan iborat? Shariat ziyan bo'lmasin desa, bu ziyan urishdan iborat. Vel hilatu fi isqat az-zakati ala hada. Zakatni vojib bo'lishini oldin to'sab hiyla ishlatishmi? Bu shunga o'xshash deydi. Qanday hiyla ishlatadi? Shif'ada hiyla ishlatishda qanday qiladi? İki taraf to'xtamlashadi, sodida. Hozir shu shebilikka musod pisa unda vojib bo'ldi-ku. Madem uyni satsa, ondan buning shebisi talab qilardi. Shucha isbotlandi. Ammo satgan chaqda, sodni qilgan chaqda o'yin o'ynaydi. Ya'ni bu qabla subutu shifa deymiz buni. Shebilikka isbotlanib bo'lgan chaqda ondan bir yilishni qilib, uni bekor qilish emas. Shebilikka isbotlanishdan burun yilishiltish. Şirikim ya qo'shnim uyini satgan chaqda og'uchidan bunda bir tutishdi. Ya'ni sirtdan ko'rinishda shepilik isbotlanmaydigan so'zdan birini qilib, amaliyotda yangi shilcho shepilik isbotlanadigan so'zdan birini qildi. Shifani bekor qilish uchun hiyla ishlatish nima iborat? Bular tashqi ko'rinishda shifa vojib bo'lmaydigan bir so'z qilib, amaliyotda yangichida shifa vojib bo'ladigan bir so'zdan qildi. Yani bu şifadaki hile biz bayatında iki türlü ayrılış mümkün. Birisi ispatlanıp boğandan keyin hile işletiş, bekor qilishga. Mening shebilik haqqim bor, ispatlanıp bo'ldi, so'dib bitdi. Men talab qilaman. Mush chaqda hile ishlatib, mening haqqimni bekor qilishga urinish. Ma birisi. Mesela qanday urinadi? O'yin sotib olgan kishi, men o'yin sotib olay, o'yin sotib olgandan sizga apirman. Bu hile ishlatdi hozir, qo'yib o'tmoqchi. Men gollanib ma'qulim bu kishi mendan elib ajraq ba'da elib mana setib bermoqchi deb go'llab tursam keyin u olib bo'lgan ekan men shebilik talab qilmay jim turman-ku talabul muvataba qilmay jim turgan ekan u setib olib bo'lgan ekan men sotmaydigan bo'lib qoldim deb mahil ishlatish bu al-hila fi isqat ash-shifa ba'da thubut yani ba'da al-wujub deymiz. Mujda ile ishlatsa Hanifi mazhabda bu makruh. Yani İmam Abu Hanife ve sahiben mekruh tahrim yani haram deydi. Şafii mezhebinde haram. Hanbali ve Maliki mezhebinde elbette haram. İkinci türe şüphelik vacip bulaşını yolunu to'sab qo'yish. Vacip bulaşdan burun. Mesela bana bir öy birisi hoşlik geldi yani keldi şuna ama bu dar şefi' dar meşfuma bu aslında bu şöyle şundan satsama şefilik vacip oldu. Yani bu öyle sesde bana tutaş keldiğin muşunda bir gırç yani satmayı bana hemmine setişte tutuşlar. Taştı körünüşte toxtamda muşunda tutuştu. Hem de bu önsüz bağlıktan hep meyal arlıkta bir yani satmagan dedi. Yani bu sal yok mu? Salmanken bu şekilde talaklanmaydı. Peki emniyette bunu satkan. Çıkaylan anda yedi işletip manda tutuşkendek bir ahval bağ. Manda kısmı o'xshash kerak. Ma arliqni bunda qo'yib qo'yib, lekin ma'ni hiba qildim. Hiba desa, shebilik talab qilmaydi-ku. Men hiba qildim. Ya'ni siz so'd qildi bular. Bu shunda nima qilib qolsa, Hanifi mazhabda, Shafii mazhabda shifalik bekor bo'lib ketib qoldi. Lekin endi bunda hiyla ishlatsa, shifalik bekor bo'ldi. Lekin mush hiyla ishlatishning hukmi nima? Bunda ixtilof bor. İmam Muhammed, Hanifi mazhabda kitobdan chiqdi-ku. İmam Muhammedning qarashida va Shafii mazhabda al-asah qarashda bu makruh, ya'ni tahrim, haram ish. Nima uchun? Shefilik degan shepidin ziyanni ketkizib tutishni yo'l qo'yilgan bu hiyla buning zid keladi. Mush shefilik haqqini bekor qilish uchun hiyla ishlatgan kishi kimga o'xshaydi desa, boshqalar ziyon urmoqchi bo'lgan kishiga o'xshash va boshqalar ziyon urish haram. İmam Abu Yusuf rahmetullahi alayhi ve Şafii mazhabga ajizroq qarashda bu ish makruh bo'lmaydi. Nima uchun desa, bu menga ziyon kelmasin deb o'zini mudofaa qilishdan iborat. Boshqa ziyon urish emas bu. Nima uchun desa, sen uyangni boshqalarga satsang bo'lmaydi. Cho'qim shepiga setishing lozim degandek bir xil hajr qilsa, bu ziyon tortishi mumkin deydi. Yani xalq odamga satanmaslik ziyon bu. O'zi rozi bo'lmagan odamga setish mumkin. Qo'shnisi o'ch olsa, qo'shnini sotmayman degan majbur setib qoladi.
Bu onunğa ziyan keltirgan ish. Undan keyin bu o'ziga ziyan keltirmaslik uchun qilgan ishdan iborat demakchi. Endi Hanifi mazhabda ikki xil qarash bo'ldimi? Fatvo berilishda Abu Yusufning makruh bo'lmaydi degan qarash bo'yicha fatvo berildi. Men ixtiyordimi? Shuni boshda keldi u ma'tamat qilib. Muxtardim shunda. Yani Maliki ve Hanbali mazhabdagi ulamalar ya bu hile halal emas, shebilikni bika qilib o'tmaydi. Bu qilgan ishlar hile nayranlanmasa bika. Chunki shebilik haqqi ya ziyon urishdan oldin uchun yo'l qo'yilgan. Agar hile ishlatib buni bika qilib etsa, ziyon kelib chiqadi. Shunga bu hile bilan shifalik bika bo'lib ketmaydi va mush ish harom. Biz deganimiz bor bir qancha shakli hamda. Bunda hile ishlatishninki, manda ishlatdi, unda ishlatdi, boshqa tariqada hile ishlatish mumkin. Biroq misol verdik, lekin fiqh kitoblarida turli misollarni berish mumkin. Bu ishninki mazhabga ko'zqarash fatvosi mazhab ulamolari ko'pchilikka ashunlan fatvo berdi. Ama ikinci misal isqat-ı zekat dedi o. Mesela 40 koyu var dese, 40 koyu bolsa zekat kılanta, 40 koy şunda 40 koyga yetkençe 41 buluşulan buğatçıda 6-7 koyunun kulu bir kalığı tegişiyordu da. Yani 40 koyum yok, 30 kalım yok, 5 töküm yok. Anne neç türlü hayvanı almıştırasılam nisab bombu de. Şulan zekat verişten kutuldu. Şunama ya ki mesela 25 bin koy yazsa nisab şekilde 85 gram dedik mesela. 85 gramda 25 bin koy desek 25 bin koy desek mesela. 25 bin koy şunda yetip tamamül havl bulay da qaz bir yıl toşar yani 5 bin koyunu qaçıda ya ayalığı soğuk kılıtı ya feclütü da 20 bin koy uçup kaldı şuna zekat vacip olmadı. Yani mujda bir kıl şekildeki hile yani zekat vermesi için kıygan hile. Muşumu İmam Muhammed'in nazarında makruh, lekin İmam Abu Yusuf'un qarashida makruh emas. Çünkü bu vacib bo'lishdan ilgari qilgan ishlar. Lekin vacib bo'lgandan keyin albatta harom. Muhammad shunday shu. Harom bo'laveradi, Muhammad dedi. Abu Yusuf unday demadi. Hanifi mazhab va Shafi'i mazhab bu zakat masalasida mujinda qilib qolsa, qo'yni kaliga, kalining qo'yga bir qismiga qilib turli qilib to'plam har bir turda nisab shakllanmadan qilib qo'ysa yoki nisab qaytgan pulning bir qismini hajlatib yoki hadiya qilib to'plam nisabdan to'litib qo'yib qo'ysa bir havl tamom bo'lguncha bu chog'da Hanifi mazhabi Shafi'i mazhabda zakat vojib bo'lmaydi. Chunki nisob hozir o'lchamga yetmadi. Qabla tamamul hawl. Hawl shart qilingan narsadan. Falam tajib fihi kama law atlafahu li hajatihi. Xuddi o'zining bir xirajiga ishlatib to'plam kemiyib ketgandek bo'ladi. Maliki va Hanbali mazhabda boshqa Ishaq va Avza'ilar bu hiyla ishlatish, yuqori degandek bu zakatni vojib bo'lishini oldin to'sab, hiylasiz bu harom ish. Bunu qilgan holdimi yana zakat vojib bo'ladi deganda. Nega Hanafi mazhab, Shafi'i mazhabda bu Abu Yusufning qarashida va Shafi'i mazhabining bir qarashida gunoh bo'lmaydi. Muhammadning nazarida harom, Shafi'i mazhabining bir qarashida harom. Lekin zakat undan tushib ketadi deydi. Maliki va Shafi'iylar bu ish harom va zakat yana tushib ketmaydi. Zakat bor galimda deb qaraydi. Nimaga almashtirayotgan bo'lsin? Qo'yni kalini nimaga almashtirayotgan bo'lsa, yo pulga almashtirayotgan bo'lsin, baribir deb qaraydi. Yani mushu hila masalasida albatta munofiqlarning va kazaning mushuning qilgan hillari buni bil ittifoq harom cheklangan ish. Buni hech qaysi ulamo to'g'ri demaydi. Lekin mushu turlik ixtilof bo'lib qolgan doirada hilal bor. Yani bu haramdan qutulib halol ishni qilgan, gunohdan qutulgan bunda bir hiyla ishlatishlarda Hanifi mazhab durust deb qaraydi. Shu Ayyub alayhisalomning va xud biyadika dightan fadrib bihi va la tahnat degan oyati bor. Ayolni 100 salama desa Alloh taolo shu yo'lni chiqish qilib berdi. Ayyub alayhisalomga o'rgatganligi biz mana shunda ba'zi bir nimadan qutulib, gunoh bo'lmaydigan doirada qilsak bo'ldi deganlik deydi. Bundan keyin Hanifi mazhabda bir kishi haromdan qutulib yoki halolga erishish uchun bundan qilsa bu joiz deydigan bir qarash bor. Endi qachon makruh bo'ladi desa, boshqa birisining haqqini bika qilib o'tishga sabab bo'lsa hozirgidek yoki nohaq narsani haqdek bir xil ko'rsatishga sabab bo'lsa yoki birisining haqqiga bir shubha paydo qilib haqqa emasdek qo'ygan bo'lsa,
Muşu dairede oldu mekruh buldu. Şu İmam Muhammed muşunu muşu daire kirgizip yani isqat-ı şifa qabla vujubihi ve isqat-ı zekat qabla vujubihi muş daire kirdi o deb haram dedi. Abu Yusuf mavi madari kirmaydi deb turuldu. Maliki mazhab elbette bu şeriatninki qadisini büs etkenlik oldu. Şu haram. Hanbali mazhabtımı hile seddizara qadi zid kıldı dedi. Şafii mazhabtımı niyet qilib qalsa shuni, shunda askilik qilishni niyet qilib qalsa haram bo'ladi. Lekin niyet qilmay masalan zakat berishni masalan hozir 30 ming ko'y puli bor. Ana bu 30 ming ko'y davomlashib, yil oxiriga boray degan chaqda bir narsa sotib olmoqchi bo'lib, pul xajaga shulab, bolaning maktabiga masalan 15 ming ko'yni to'layapti. Qo'lda 15 ming ko'y qolsa, u zakatni isqot qilishni kallasi o'ylab boqmasa, hech nima bo'lmaydi. Hila qilmaganligi. Lekin maqsad qalda anda bir planlab qilsa haramdir. Muşu hiyal to'g'riliq İmam Shotibiyning mush hilini 3 turga ayirib bayon qilgan bayonlari va İmam Ibn Qayyimningki I'lamul Muwaqqin degan kitobida to'liq to'xtalgan mush. Ammo tafsilotga qarayman deydiganlar, shu I'lamul Muwaqqinga murojaat qilish lozim. Muhimning darajalari bor, turlari bor. Shu bo'yicha muomala qilamiz. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.